shular bo'lsa, mana bemalol olib, xolasa sotib oladi, xolasa arendaga olsa bo'lar ekan. Xo'p, aziz do'stlar, sizlarda ham bo'lganmi yoshlik yillarida qo'shnilikka kirib bolg'acha olib chiq, qo'shnilikka kirib drelini olib chiq, qo'shnilikka kirib teshasini olib chiq, ishlatib turaylik, undan keyin qaytarib berish esdan chiqib qoladi suda. Hozir endi unaqa odatlar ham yo'qolib ketdi. Mana bunaqa narsa qilsa bo'lar ekan bu ideya, ya'ni vending mashinasi toolslar uchun. Ya'ni o'sha deylik drill, qanaqadir teshak, bolg'a va har xil toolslar uchun, ya'ni instrumentlar uchun vending mashinasi kelib, masalan, tanlaydi, mana nima kerak? Mana sverlolar bor, mana kesadiganlari bor ekan, mana klichatkalar bor ekan. Xullas, shular bo'lsa, mana bemalol olib, xolasa sotib oladi, xolasa arendaga olsa bo'lar ekan. Ya'ni o'zingiz moslasangiz bo'ladi vending mashinani, ya'ni xolasa arendaga olib yana qo'yib qo'yadi, xolasa sotib oladi, olib ketadi. Har bitta deylik mahallada qanaqadir odam o'sha gavjum joylarda qilsa yaxshi ekan, ko'rsa bo'ladi. Ularning kontakti, mana kontakt bor. Kontakt beramiz. Paulus degan bor ekan. Mana shu Paulus degan bor ekan, mana. Bog'lansanglar bo'ladi.